Python darslariga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Pythonda o'rganishda davom etamiz. Bugun qisqacha izohlar bilan tanishib o'tamiz. Xo'p, izohlar nima o'zi? Har bir dasturlash tilida izoh yozish mumkin, ya'ni faqat kod emas, kodga bu qanday kodligi haqida, shu haqida yoki bu qanday faylligi haqida yoki qanday dasturligi haqida ma'lumotlar yoki bu kodni kim yozgan, qachon yozilgan, shunga o'xshagan ma'lumotlarni ham demak yozib qoldirishi mumkin. Bo'lmaganda yaxshi dasturchi har bir kodiga izoh qoldirib o'tib ketadi. Ya'ni undan keyingi ishlagan dasturchi yoki bu dastur faylini ko'rgan yangi boshqa dasturchi ham u kodlar qanday yozilganini yoki qaysi funksiya yoki qaysi amallar nimani bajarish kerakligini hammasini demak tushunishi demak oson bo'ladi. Vaqt kelsa bir proyekt ustida uzoq vaqt ishlashga to'g'ri keladi. Ya'ni dastavval yozgan kodlaringizni o'zingiz keyinchalik ham qanday masalan o'zgaruvchilar yoki funksiyalar ishlatib ketganligingizni to'g'ri tushunishib, qaysi kodingiz nima vazifani bajarishligini osonroq topishingiz uchun ham albatta izohlar qoldirib ketish kerak bo'ladi. Hop, Pythonda izohlarni hozir kelinglar, Pythonda ochib olib ko'rsak menimcha tushunarliroq bo'ladi. Hop, Pythonimiz Python ideyasini ochaveramiz Pythonda. Hop, yangi demak fayl ham ochsak bo'ladi. Hop, buni bu yoqqa joylasak, buni bu yoqqa joylasak. Ana endi. Hop, masalan bitta misol ko'raylik. Aytaylik print bu yerda hop ko'paytirilgan 7 deylik. 3.14 desak bo'ladi. Hop, buni saqlab olaman. Buni endi Python yerga 3-dars deb qo'ysam bo'laveradi menimcha. Saqlab oldim hamda run yurgizaman buni. Mana natija chiqdi. Mana kod yozdim va u qanday natija chiqardi. Xo'p, bir qarashda buni tushunish qiyin, lekin bu qandaydir ishni bajardi. Ya'ni 2 nima edi bu yerda, bu sonlar qayerdan keldi? Buni bir qarashda tushunish qiyin. Lekin men shu yerga izoh qoldiradigan bo'lsam, ya'ni izohimiz mana koddan oldin odatda yozsak ma'qulroq bo'ladi. Mana rishotka belgisi bor. Shuni qo'ydim va ana endi izohimni yozib o'taman. Radiusi 7 ga teng bo'lgan aylananing uzunligini topish qo'ysam bo'ladi. Demak, aylananing uzunligi demak 2 pi yarida adashmasam. Demak, shu formulaga mana ya'ni agar bu yozilmagan bo'lsa, bir qarashda tushunish qiyin, lekin buni izoh qilib yozib qo'ydik. Bu degani, demak bu yerda 3.14 o'zidan pi 7 esa demak radius, bu esa demak 2 formuladagi 2 deb tushunishimiz mumkin bo'ladi. Shunga o'xshash maqsadlarda demak qo'yib ketish mumkin. Masalan, koddan keyin ham yozib qo'yish mumkin. Hozir buni saqlab olayda, yana run qilaman, ya'ni yurgizaman. Natija o'zgargani yo'q. Bo'lmasa biz yana kodi bo'lmaganda faylimizga yana kodlar yozdik, lekin bu izoh kodi, ya'ni izoh. Ya'ni bu demak ekranga qaytmaydi, chiqmaydi. Mana bu yerga koddan keyin ham rishotka belgisi, ya'ni izoh belgisini qo'yib, bu ham izoh deb qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu ham demak izoh, bu kod ham chiqmaydi.
F5 ni bosaman. Mana natija o'zgargani yo'q, lekin biz bu kodimizga yana bir izoh qo'shdik. Shuni ham unutmaslik kerak. Aytaylik print deylik salom desak, saqlab oldim. F5 da bosaman. Mana natija chiqdi hamda salom chiqdi. Ana endi bizga salom degan so'z mana printimiz kerak bo'lmasa, vaqtinchalik deylik. Rechetka belgisini qo'yib qo'ysam, sintaks jihatdan rangi ham o'zgardi. Bu degani hozir natijada u ekranga chiqmaydi. Ya'ni bu izoh holatiga kelib qoldi. Run qilaman. Mana faqatgina aylananing uzunligi chiqyapti xolos. Xo'p, masalan, yana aytaylik bunaqa kodlardan sizda juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Faqat print emas, boshqa kodlar ham bo'lishi mumkin. Vaqtincha ularni ya'ni o'chirib qo'yish kerak bo'ldi. Keyinchalik kerak bo'lishi mumkin, lekin vaqtincha kerak emas. Shunday holatda ko'p qatorli izohdan foydalansangiz ham bo'ladi yoki har biriga reshetka qo'yib chiqsangiz bo'ladi yoki ko'p qatorli izohimiz bor. U ya'ni 3 ta bir tirnoq qo'yishingiz mumkin. Mana. Ya'ni bu yashil fonga o'tib qoldi, ya'ni ko'p qatorli izoh holatiga o'tdi. F5 ni bosadigan bo'lsam, hop. Mana natija hop. Agar ko'p qatorli bu izohni olib tashlasam, saqlab olaman. F5 da bossam, mana ko'rib turibsiz, har bir print bajaryapti amal. Bundan tashqari uni qo'sh tirnoqdan 3 ta qo'yib ham bajarish mumkin. Qo'sh tirnoqdan 3 tadan qo'ysam, ochilish va yopilishiga saqlab olaman. Hamda F5 ni bosadigan bo'lsam, mana faqatgina aylana uzunligi kelib chiqyapti xolos. Bu demak izohlar edi. Pythonda izohlardan shunday qo'yib ishlatib ketsak bo'ladi. Menimcha izohlar tushunarli bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.